Bismillah, alhamdulillahi robbil alamin. Mana qaranglar. Bu Ka'bani maqomdoshi. Mana bu suv anaqani ko'rasizmi? Tilladan deyshadi. Allohu olam. Mana kelib ko'rsangiz bo'ladi. Ko'rasizmi? Mana Ka'bani oldiga tepasiga borib usholmaysiz-ku, lekin bu yerda ushlatsangiz bo'ladi. Endi Ka'bani mana bu tepasiga yozuvlari har bitta qirradagi. Ko'pchilikning uyida turadi. Bular juda qimmat. 800 ming dollar atrofida menimcha. Lekin aynan mana shu maqomdoshini materialidan, mana bu materialidan hozir sotadi bu. Xohlasanglar olsanglar bo'ladi. Hozir ko'rsatadi. Keyin mushkambari bor. Kirgan yillarda kiturdi-yu, Ka'baniki do'st, Hajr Aswad toshiga. Endi vallohu olam men ko'rmaganman. Bu Ka'bani ustida yechib olganmi, yechmaganmi maqomdoshi deyshadi, vallohu olam, lekin bu sertifikatini ko'rsatadi o'sha qaysidir yillikini deb. Agar xohlasanglar olinglar, xohlamasanglar olmaysizlar. Lekin o'zingizga ilm bo'lish uchun tushuntiraman. Habibi. Aynan. Ha, hozir ko'rsataman, yozuvsiz uni. Qaranglar. Hozir o'shani ko'rsatadi. Aynan o'sha Ka'baga qo'yilgan birga bir material. Bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ravzalariga yopiladigani. Bu o'shani to'rt burchak qilib yopiladigani. Kesva. Bu mana kesva bu. Mana shu 300 riyal. Ha. Vallohu olam, men bilmayman. Mana isbot uchun sertifikat. Mana qarang. Bu o'sha kesva bo'lsa, buni kesvasini litsenziyasi mana. Nechinchi yildir qilingani mana. Mana. Endi men ko'rmaganman. Mana bu qizilin sertifikati. Men ko'rmaganman, lekin maqomdoshi deb hisoblaylik. Ja muqaddas sanamisdi. Rosta mana shuni olasiz. 8 ga bo'lsangiz ham bo'ladi. Necha bilan tushadi 8 ga? 35 riyaldan tushsa kerak. 100 ga borib, masjidda o'zida mushkambarini sepib beradi Ka'banikini. Tamom. Mana qo'limga o'tdi, tamom. Ketmaydi. Uncha-munchaga. No, ko'ringlar deb uzatinglar. Mana ravzaga qilinadigan, mana ko'ring. Hozir bilib beraman buni. Mana yashil mana yashil. Xohlasanglar olinglar, xohlasanglar yo'q. Ha, mushkambar. Mana bu mushkambar, mana shu mushkambar. Hajr Aswad toshga mana shu 50 riyal turadi. Mana shu kit bor hozirgi. Originali-da bu. Buni nima berdi? Buyuk. Mana shu, mana originali. O'shani maydalab sotadi bu. Shu. Buni kesib olganga undan qo'shib beradimi? Kesib olganda yo'q, qo'shmaydi. Buni alohida olasiz. Ha. Bunisini hech pul bo'ladi. Hozir aytaman.